Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Bugun payshanba akalar, ertalabdan Zagrosga kelganman, Belgiyadaman. Belgiya portiga kelganman. Portga yaqin joyda metal ortar ekan, armaturami endi bilmadim nima ortsa, ofisi mana shu yerda ekan. Metalniy baza deb qo'yibdi. O'zi kecha kelishim kerak edi. Kecha vaqtim tugab qolgani uchun 20 kilometr narida parkingga to'xtagandim. Kim Instagramga yoki short videoni ko'rgan bo'lsa, bu haqda to'liq video qo'ygandim. Bu shovqin bo'lar ekan. Short videoni kim ko'rgan bo'lsa, to'liq ma'lumotini videoga qo'ygandim. Nima uchun kechikkanimni va vaqtim tugagan. Hozir portga keldim. Metalniy bazaga ortib buni Germaniyaga olib boramiz. Ofisga borib ko'raylik qani. Nima deydi, nima qo'yadi. Qani bismillah. Mana yerda elektronniy kompyuter bor ekan. Ответьте, получил документ карты terminal da. O'shani kompyuterda kirgizar ekanmiz. Onlayn o'zimiz anaqadan o'tar ekanmiz uni. 3 ta kompyuter qo'yib qo'yibdi. Сохранить везде печать документы. Окей. Отдел карта, сайт, документ. Вот это. Reference номер. Закончить. Bu yerda mana printerdan qog'ozlarni chiqarib beradi menga, xaritalari bilan qayerga borish kerakligini. O'zimiz registratsiyadan o'tar ekanmiz xullas. Kichkinagina ofischa mana. Bu yerda mana bu apparat qo'yib qo'yibdi. Pul tiqib o'zimiz kerak bo'ladigan shimliklarni olishimizga. Ro'yxatdan o'tdik. Bizga kod bergan, kodni kiritdim hozir va ism familiyamni, mashina nomerini kirgizdim. Qog'oz chiqarib berdi bizga. Men ham bu yerga birinchi marta kelishim, hozir qanaqa qog'oz chiqarganini ko'ramiz birga. Ne bismillah. Birinchisi shunaqa qog'oz ekan. Morgan. Keyin yana qanaqa qog'ozlar bor ekan. Nima ortadi? Qanaqa material ortadi? Buni anaqaga olib borishimiz kerak shekilli edi. Ha, mana. 8-anaqaga boramiz xullas. Zonaga boramiz. M1 8-zonaga borar ekanmiz. Endi men ham bilmayman qayerda bu 8-zona. Boraverishda ko'ramiz. Zanaklarga qarab ketdik. Mana zanaklar o'zi qo'yib qo'yibdi. M1 8-zona. 8-si qayerda bo'lsa, ular qog'ozni perevod qilib ko'rdim. Bu 8 ochratek shekilli. Birinchi zonaga o'tamiz dedi. M1 ga. M1 mana ko'rib turganlaringizdek to'g'ri turibdi. Darvozasi mana shu yerda. Bizlar shu yerdan kiramiz. Ko'rinadigan joyga qo'yib qo'ydim. Kompyuterdan menimcha yana bir registratsiya qiladi degan zvonakni cholib, undan keyin kirgizib yuboradi shekilli. Shu yerdan kirar ekanmiz xullas, qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Oja. Baland ekan-ku. Sekin yurish uchun mana qilib qo'yibdi. Baland qilib qo'yibdi. Perevod qilib ko'rsak hammasini sekin-sekin ko'ramiz-da mana. Bu yerda nima deb yozib qo'yibdi? Kod berganmi? Endi ochaygan-da. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bunga ko'rsatishimiz kerak ekan. Mana haqiqatan shu yerdaman men ko'rsatish kerak ekan. Akamizning nomeri 7 ekan, undan keyin bizniki 8 mana. Yotib qoldi qog'ozim. Oyam o'ta go'zal bo'layapti-yu. Lekin degan joyi bor. Shamol. Sovuq shamol. Dengiz zigarda bo'lgani uchun. Mana shu yerdan boraverar ekanmiz-da. Navbatimizni kutib turar ekanmiz. Mana bu yerda buzuq vertolyot qo'yib qo'ydim, metallom sifatida.
zanglab ketgan bu bechara. Shunaqa metal ortik, temir ortik akalar. Har xil razmerda ekan. Lekin bu zinch mana. Tagiga rezinlarni qo'yib, ortib, to bularni rementdan tortganimcha patillatib molga o'xshab ortib keladi. Rezinani faqat mana shuni tagiga qo'ya oldim. Nargisiga qo'yishga ust qilmadim, ortib keladi. Rezinani chiqarib qo'yganman, mana qo'yamiz deb. Shunga ham qaramasam patillatib ortib keladi, biprozatga o'xshab. Mayli endi rementlarni sekin-sekin tortamiz mana. Qancha ko'p rement bo'lsa, shuncha yaxshi. Bitta aylantirib tortib olamiz mana. Qora ustidan taylab qo'ymaymiz, bitta aylantiramiz mana. No aylantirib tortganman. Bunaqa nima deydi, yukka nechta rement bog'lash kerak? O'zi aslida 6 ta bog'lash kerak. Men 5 ta bog'ladim. 5 ta bog'ladim. 1, 2, 3, 4, 5 ta bog'ladim ha. Bunisiga 6 ta bog'layman lekin. Bunisiga 6 ta bog'layman, chunki bu ko'p. Bunisi 5 ta ekan. Bunisi qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta ekan. Bunga 6 ta bog'lamasa bo'lmaydi. Burilganda buni og'irlik kuchi anchagina ko'p bo'ladi 5 taga qaraganda. Metal bazadan 2 soat deganda endi bizni navbat kelib yuklayapman. Bog'lab chiqamiz. Mana bunaqa kaskalarni kiygizib, обязательно adерватnikda jelitlarni kiy bunaqa strogi joyga dedi. O'zi aslida kiyish kerak. Xavfli joy, metal bilan ishlaydigan, temirlar bilan ishlaydigan joyda, kranlar bilan yuklaydi. Katta zavod ekan. Ko'ryapsizlar, katta-katta leslarni ham olyapti u mana. Mana qayrilib ketgan kranlar bilan. Katta karalar bilan kran deb. O'sha 5 sm-lik lesda, temir les. Qayrilganini qarang uni. Hozir yaqindan olib borishga harakat qilaman, video olishga. Bu yerdan narigi tarafga toshyapti hozirlar. Men yukni deyarli bog'lab olaman. Narigi tarafiga yana ikkita qotisam bo'ldi. 6 ta. Ikkita. Bu tarafini qotirib oldik. Sekin-sekin ishlayveramiz shunaqa, shoshilmasdan. Hech kimimizni orqamizdan quvlab qo'ymasa. Bugun bo'lishing kerak demasa. Hozir bo'lishing kerak demasa. Taqobrif bemalol ishlayotibdi. Vaqtimiz ketyapti. Salmiglarni taqogrifni zagruskaga, ya'ni pogruska, razgruska bor. Pogruskani bosib, molotokka qo'yib qo'yamiz. Biz ishlayapmiz. Jarayondamiz. Vaqt ketaveradi. O'sha narsa esdan chiqadi. Yaxshilab bog'lab oldik akalar mana. 6 ta remen bilan o tarafini ostlarga qaraymiz akalar. Men 30 sm narigi tarafga siljitdim. Chunki tegash tarafga og'irlik ko'p bo'lib ketdi. 11,5 tonnadan ham o'tib ketdi. Hozir normalli bo'ldi o'zini vesiga. Aylantirib hammasini cho'tkilab bog'ladik. Yana bitta narsaga e'tibor berasizlar akalar. Buni tagiga rezina обязательно qo'yish kerak. Demoqchi bo'lganim, eng kamida 6 ta remen tortishingiz kerak, kamida. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi aslida. Eng kamida 6 ta remen tortishlaringiz kerak. Bunaqa yukka. Mana deyarli to'la va og'ir yuklar hammasi metal. Har bittasi 2,5 tonnadan bo'lsa ham mana 2 tonna 400, 2 tonna 200 shunaqa har xil massada. Общий груз 24,5 tonnami shunaqa adashmasam. Hozir qog'oziga qaraymiz. Smerga qaraymiz hujjatiga. Shu narsalarga ehtiyot bo'lish kerak deb aytmoqchiman xolos. Endi tarozdan o'tkazamizda hujjatlarni yana boyagi birinchi borgan 2-etajdagi ofisga borib smerlarni yozdirib olar ekanmiz. O'zimizning smer har doim ham smerda ishxona bermaydi. Bu yuklaydigan joy bermaydi. Bizlarda smer ham kerak bo'lib qoladi. Ishxonani smeri, ya'ni firmani, bizlarda ishlaydigan kompaniyani smerini olib boraman hujjatini. Ular yozib beradi. Qayerdan yuklanyapti, necha tonna yuk yuklanyapti va nima yuklandi. Pechat qo'l qo'yiladi va men o'zim qo'l qo'yiladigan javobgarlik joylarim bor. Bunaqa gaplar hozir sizlarga smerda ham ko'rsataman yana bir marta. Oldindagi videolarimga ham ko'rsatganman, oldingi videolarimga. Hozir yana bir ko'rsataman. Ko'rmagan, bilmagan aka-ukalar uchun. Ketdik, tarozdan o'tamiz endi. Havo ham aynidi. Ha, yana bitta narsa akalar, e'tibor bermagan ekanman, bilmas ekanman. Mana bilmagan narsani bilmayman deyman-da. Bilmagan ekanman shu paytgacha. Kecha dadam aytdi, hali ko'p narsani o'rganishim kerak. Mana bu narsani kim oldingi videoda ko'rgan bo'lsa, prosta tag eshigini pastga qo'yib qo'ygandim. Bu ochilib ichkariga kirar ekan, tagiga kirib ketar ekan, mana roklichasi bor ekan. Mana ichkariga kirib ketar ekan. Xalaq bermaydi-da, ochib rementlarni olib, uголокlarni, rezinalarni hammasini shu yerga bemalol kara kelsa ham xalaq bermaydi. Oldingi safar mana shunday qo'yib ishlatib yotgan ekanman-da men.
Hammaga xalaq berib. Ichkariga kirar ekan. Endi bildim buni. Yopib qo'yamiz uni. Ha, shunaqa ba'zida oddiy narsalarni ham bilmaydi odam. Oddiy narsa. Lekin ishim tushmagan bunaqa yashikli pritsep haydamaganman. Faqat orqasida kichkinagina ikki tarafida bombalagu bor pritsep tortib yurganman. Buni birinchi marta qabul qilishim, birinchi marta olishim. Bilmagan ekanman oldin. Endi bildim. Shunaqa gaplar. Endi ofisga boramiz. Qaranglar, mana o'ng tarafimdagi bu ham parom, kema. Kemaga nimadirlar olib keladi, shunaqa metallarni olib keladimi endi kim biladi. Allohu a'lam. Mana bitta parom ketyapti. Og'ir yuklarni tashiydigan paromlarda bular. Bu yerda kran bilan olib qo'yaveradi bu tarafga. Karalari katta karachalari toshiydi keyin bazasiga. Chiqish joyi qayerga ekan endi? Chiqish joyi mana shu yer bo'lsa kerak edi mana. Chiqish joyi mana shu yerga ehtimoldan yozib ketdi mana. Bu yerga ham kod beramiz endi. Oldimizda bor edi. Kod bor edi. 841 224 yulduzcha ochil. Mana shunday. Shetovimiz endi. Qayerga olib? Chiqish joyi qaysi tarafda? O'ngdanmi, chapdanmi? Menimcha chapdan chiqib ketamiz. Voy. Toshdan yo'l qilib qo'yibdi. Bu yerda tez yurib bo'lmaydi-da. Mashinani siltalab hamma narsani barbod qiladi. Обязательно qilingan deb o'ylayman. Spesialni qilingan deb o'ylayman. Tez yurmasligi uchun. 10 tezlikda ketyapman, baribir shunday ham hamma narsani odat-o'rtab qutalyapti. Tez yurib bo'lmaydi bu yerga. Hozir parkingga qo'yamizdagi hujjatlarni olamiz endi. Mana ikkinchi etajdagi birinchi ofisga boramizdagi o'zimizni smer bilan mana ishxonani smeri va yuk hujjatlari bilan boyaga chiqarib olgan hujjatlarimizni olamiz. Bular nima yuklaganini yozib berdi-da. Kim yukladi mana qo'l qo'yib, chislolarigacha, soatlarigacha yozib qo'ydi. Qanaqa material nima yuklaganini. Endi buni smerga ko'chirib yozib beradi o'zlari. Yoki men yozaman. Olib borib topshiraman, ko'ramiz keyin. Mana bu yerga ular qo'l qo'yadi, pechat turadi, mana bu yerga men mashinani nomerlari bilan sanalar yoziladi. Bu yerga birinchi grafaga yuk ortilgan joy, Belgiya hozirgi yuklagan joyim, bu yuk tushiradigan joy. Bu yerga indekslarni yozib qo'yamiz, va chislalarni yozib qo'yamiz. Bu ja to'ldirib yozishim shart emas, 4-5lar. Keyin mana bu yerga metal soni yoziladi va kilogrammi yoziladi. Ko'p narsa bo'lsa, kublik, kvadrat bo'lsa, kvadrati yoziladi. Nima deydi? Kilogrammi bilan soni yoziladi bu yerga hozir. Hozir to'ldirilgandan keyin yana bir ko'rsataman sizlarga. 24-grafaga yuk tushadigan joy yoziladi. Yukni olib borib bo'lgandan keyin, topshirgandan keyin ular pechat qo'yib, qo'l qo'yib, soat nechida keldi, nechinchi sanada keldi, o'shalarni to'ldirib yozib qo'yadi. Keyin 18-grafaga e'tibor beramiz akalar. Mana bizlardikida to'ldirilgan. Buni tarjima qilib ko'rasiz, inglizchani bilmasangiz. Agar qatnashgan bo'lsangiz yuk ortishda yo bir nima deydi, plombalangan yuk bo'lsa, har xil vaziyat bo'ladi. Vaziyatiga qarab 18-grafaga belgilab qo'yasiz. Agar qatnashmagan bo'lsangiz, mana oxirida yozib qo'yibdi, men qatnashmaganman. Qarochi shofir qatnashmagan. Yuk ortish jarayonida deb belgilab qo'yasiz buni. Agar hech narsa bo'lmasa, boshqa smerlarda, sizning kompaniyangizda smer qanaqa bilmayman.
Simirlar hammasi deyarli bir xil bo'ladi, lekin ko'rinishi jihatdan hammasi har joyda joylashgan bo'lishi mumkin akalar. Xullas 18-grafaga shuni belgilab qo'yasiz. Siz qatnashdingizmi, qatnashmadingizmi? Agar siniq paletlarni yuklab, siz unga qatnashmagan bo'lsangiz, rampadan yuklagan bo'lsangiz, ertaga olib borganingizda qabul qilmasa, uni qaraydi shunga 18-grafaga. Sen qatnashganmisan yuk ortay deganda yoki umuman ko'rmaganmisan, xabardormisan, yo'qmisan, shundan bilinadi. Siz o'zingiz javobgarlikni o'zingizdan soqitib qo'yasiz, buni belgilab qo'ysangiz. Hozir men yuk jarayonida 100% qatnashdim, buni belgilab o'tirmayman. Hozir perevod qilib ko'raman. Menimcha birinchisiga to'g'ri kelsa kerak. Shunaqa gaplar. Hozir to'ldirilganini ham ko'rsataman sizlarga. Ofisga boraylik. Havo ham ochilib ketdi mana. Bizda simerimiz kerak emas ekan, mana o'zlarining simeri bor ekan. Mana. O'zlarining simeri ham har xil bo'ladi. Aytayapman-ku, bu ham simer. Bunda 18-grafa yo'q даже. Adashmasam qayerga yoziladi? Mana 7 ga yozilsa kerak. 9 ga ham ekan. Buni ham perevod qilib ko'rish kerak edi xolos. Yoki 8 ga yozilarmikan. Mana 10-grafaga nechta narsa ortgan, necha tonna bo'lgan? 23 tonna bo'lgan hammasi. 13 ta boyagi temirdan ortgan. Bu yerga men qo'l qo'yaman. Mana bu yerga belgilash kerak ekan 13-grafaga. Bas yuk haqida ma'lumot bor. Bizlarda simer kerak emas mana. Ba'zi joyda kerak, ba'zi joyda kerak emasda. Bu yerda kerak emas ekan. Bu yerga qo'l qo'yamiz va ketamiz. Pechat uramiz. Bizlarda o'zimizning firmamizda pechati bor. Qatta gapirib bo'lmas edi, shuning uchun sekin gapirdim. Bizlarda o'zimizning pechatimiz bor, ishxonaniki. Shuni uramizda qo'l qo'yib, chislalarni yozib, chislasi ham yozilgan bo'lsa kerak, adashmasam. Yo'q, chislasi yozilmagan. Chislalarni yozib, keyin yo'lga chiqamiz bemalol. Mana xullas akalar, chislalarni, mashina nomerini, chislasi yozilgan ekan o'zi. Mashina va tegashli nomerini yozib, podpiska qo'yib qo'ydim. Yozim juda xunuk-a, o'zim ham bilaman. Mashina nomeri yozilgan ham ekan, mana ismi NXZ 026. Mashina nomeri yozilgan ekan. Qo'shimcha baribir o'zim uchun yozib qo'ydim. Simer akalar 4 ta nusxada bo'ladi. 4 ta nusxada bo'ladi. Bittasini yuk ortadigan joyiga olib qoladi, bittasi sizda qoladi, bittasi fermaga qoladi, bizada ishxonaga qoladi, ya'ni bittasi yuk tushiradigan joyda bo'ladi. 4 ta nusxadan iborat bo'ladi simer. Buni eslaringizdan chiqarmangizlar. Bu bilmaganlar uchun. Qaytarib o'taman, bilmaganlar uchun. Bilganlar, hammani bilamiz deb negativ kerak emas menga. Aytib qo'ygan yaxshi-da baribir. Charchaganman to'g'risi unaqa gaplardan. Gadon dushmani gado bo'ladi deganda, Shopir akalar o'zimiz ishlab yurgan, Yevropada yurgan Shopir akalar ham juda ko'p kuzatadi tagin. Unaqa emas-ku, to'dimidi, sudimidi deb yozaveradi-da. Hamma firma har xil aka. Siz ishlaydigan firma Bolgariyada ishlaysizmi, Polshada ishlaysizmi? Hammasining talabi har xil. Sizga umuman simer yozmas, atchot yozmassiz. Ba'zi bir firmalar umuman atchot yozmaydi. Ba'zilar yozadi mana menga o'xshab. Qayerdan qayerga yuk olib boryapsan, qaysi shaharga olib boryapsan, hamma atchotlarni men yozaman misol uchun. Bitta ikkita firmalar atchot umuman yozmaydi. Faqat Germaniyani o'zida yuradigan firmalar bor. Hammasi har xil akalar. Yevropada ham bir xil menikiga o'xshagan firmalar nima deydi? Ish jarayoni bir xil emas. Hammasini o'ziga yarasha talabi bor, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, o'ziga yarasha oson taraflari bor. Ikobali bor qaysidir firmalarda. Ikobal degani u mashinani qiynamasdan haydab, retardalar bilan to'xtatib, nima deydi? Ekonomik qilib haydasangiz qo'shimcha ball beradi. Bizlarda ikobal yo'q. Xohlaganingizni haydaysiz, papalam haydaysiz. Shunaqa gaplar demoqchiman-da sizlarga. Xullas endi biz buni rasmga tushiramizda, dispetcherga yuborib, yo'limizni davom etamiz. Germaniyaga boramiz endi. Navbatdagi qiladigan ishimiz flansht bilan bo'ladi akalar, mana. Pogruzka joyiga yetib keldik. Tugatdik biz ishni, mana. Tugatishni bosamiz. Bosil. Pozже. Закончить. Ozgina xarob bo'lib qolyapti. Mana rolni tushirib olsam bo'lmaydimi videoga? Следующее задание. 50 kilometrdan keyin zapravka ekan akalar mana. Zapravkaga bosamiz. Navigatorni bosamiz. Bizga marshrut yo'l qo'yib beriladi. 50 kilometrdan keyin qaysi zapravkaga borishimiz kerakligini belgilab qo'ygan bo'ladi mana.
Точно 50 kilometrdan keyin ekan. Через 200 метров поверните налево. Bu И yerda сразу поверните mana налево. ko'prik bor. Ko'prik tushyapti, ko'ryapsizlarmi? Hozir ana shu ko'prikdan o'tishim kerak edi men. Hozir yopiq. Endi ochilyapti mana. Ikki taraf ham ko'tarilib turuvdi. Bu yerda paromlar o'tib qaytadi-da, shuning uchun ko'tarib qo'ygan edi, hozir tushiryapti endi. Navigatorga qarasangiz, o'sha yo'ldan ketishim kerak edi. Mana shu yerda ko'pir bor edi. Mana shu yerda most bor. Shuni hozir ko'tarib, endi tushirdi. Yana bitta narsa, mana bunga kiradigan bo'lsak, firmani programmasi orqaga. Mana hozirgi qiladigan ishimiz zapravkaga borish. Yaqinlashtirib. Hozirgi qiladigan ishimiz zapravkaga borish. Keyingisi yuk tushiradigan joyimiz. Yuk tushiradigan joyimiz mana Germaniya. Yuk tushirib bo'lganimizdan keyin esa servis beryapti bizga mana. Tipir uslugi. Yuk tushiradigan joyimizdan keyin 44 kilometrdan keyin ustaxona beryapti, servis beryapti. Mashinamiz buzilib toza jonga tegdi, eski dardi. Yana adbuli ishlamay qolib bir bola bo'lyapti. Kompyuter qilish kerak yana. Ular shunaqa. Endi 50 kilometrdan keyin zapravkaga boramiz. Belgiyada zapravka arzon. Shuning uchun Belgiyadan to'ldirib olamiz hozir. Adbulini ham qo'yib olamiz. Hozir qancha zapravkasi qolganini ko'rsataman sizlarga. Mana. Adbuli bir 20-25% qolgan. Dizel ham xuddi shuncha. Kameraga shuncha chang ko'rinyaptimi? Ko'zga ko'rinmaydi lekin. Hozir tozalab qo'yamiz. Mana hozirgi ko'prik bittasi ko'tarilib turibdi, bittasi tushirilgan. Tushirilgan tarafdan o'targanmizda xullas. Продолжайте ехать по дороге 2 километра. Oldingi safar Belgiyadan oxirgi marta zapravka qilganimda probka, ochirat, navbat, to'polon shunaqa bo'yotdi. Bu orada bo'lib qoladi akalar, har doim ham bo'lmaydi. Redka bo'lib qoladi. Ba'zida birdan kelib qoladi-da, ko'p mashinalar. Uspet qilmaydi. Kamida 20 minut, 15 minut, 15 minut zapravka qiladi har bitta mashin. Shuning uchun tiqilib qoladi. Instagramga bitta video qo'ydim. Janjal to'polon bo'lib ketgan joyini, qiziq joyini. Hamma Germaniyada shunaqa vaziyat bo'ladimi? Har doim Belgiyada zapravka shunday navbat bilan to'polon bilanmi deb noto'g'ri tushunibdi. Yo'q, har doim emas. Faqatgina nima deydi? Mashinalar bir joyga birdan kelib qolsa, redka bo'lib qoladi unaqa vaziyat. Har doim ham emas. Zapravka qilishda ham bitta ko'rsatib o'taman akalar. Oldingi videolar ancha bo'ldi qo'ymaganimga. Mana IS24 ga kelganmiz biz. IS24 ga mana kartani tiqamiz. Hamma zapravkalar ham bir xil emas, hammasi har xil tartibda ishlaydi. Biz kod kiritamiz. Adashmasam shunaqa edi. Keyin kilometrda so'rayapti. Farqi yo'q, kilometr esimda yo'q. Bosib tashlaymiz. Adbuli. Bu yerda faqat 5, 6, 7, 8-kolonnalarga ekan bu bankomati. Adbulini shu yerdan qo'yib olamiz. Dizelni bankomati bu yerda emas, narigi tarafda ekan. U chekkada hozir adbulini qo'yib olaylik, keyin dizel apparatini ham ko'rsataman hozir. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. 1 dan to 4 gacha bankomati bu yerda ekan. Kartani qaytadan tiqamiz. Kodini so'raydi. Kodini kiritamiz. Kilometr. 10 kelganini bosib tashlayveramiz. Kilometr esimda yo'q. Dizel qo'yamiz. 3-kolonka bizdiki. Ket, tasdiqlaymiz. Bu kartani ichida doim pul bo'ladi. Borishing mumkin kolonkaga deyapti. Bu kartani ichida doim pul bo'ladi, o'zlari yechib olaveradi. Endi bizlar 3-kolonkadan qo'yamiz.
Qani bismillah. Buni usti oq qo'yamiz endi. Qo'yilishni boshladi. Bunisini to'ldirib bo'lgandan keyin akalar har bittasiga bittadan to'ldiramiz. 290 litr ketdi. Mana bu knopkani bitta bosamizdan narigi kolonkaga o'tamiz keyin. Hozir uni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Tochni 50 litr atbuli ketdi mana. Hozir dizel qancha ketadi ko'ramiz. Bu katta bak, nargis kichkina. Tashadi, menimcha to'ldi. Yukimiz og'ir, shuning uchun to'ldirib, nima deydi, og'zigacha olib kelishimiz shart emas. Bo'shamasdan yana zapravka beraveradi. Shu og'ir bo'lib ketsa, osti og'ir bo'lib ketadi yana. Knopkasini bosamiz. Mana 445 litr ketdi. Endi narigi tarafga o'tamiz. Bu yerdan knopkasini bosamiz va olamiz. Mana hisoblanib ketaveradi. Bunisiga qo'yamiz endi. Buni mana bu pistoleti o'zi ushlab turadigani ishlamay ekan, mana bu tilchasi. Qo'l bilan ushlab turish kerak ekan. Jami bu mana narigi bak bunisi bilan 540 litr ketyapti. Ko'ramiz qancha ketar ekan ikkita bak bilan. Telefon spishkasi yonib qoldi cho'ta. Yana bir kishi keldi mana narigi kolonka bo'sh. Zapravka qilib srazi ko'chaga chiqdim hozir. 5 kilometrdan keyin o'zi Gollandiyaga kirdik mana. Hozir parkingga chiqib bitta taxografda saqlanib qilib qo'yishim kerak yana. Gollandiyaga kirganimizda saqlanib qilib qo'yishimiz kerak-da. Yana yo'limizni davom etib ketaveramiz. Ketsa 20 sekund vaqtimiz ketadi. 20 sekund ham ketmaydi. Mana quyosh panelida qarang. Tepasidan zaryadka beradi. Oynali qilib qo'ydi. As elektromobillar uchun zaryadka. Taxografda mana to'xtagandan keyin bu yurib ketadiganda qilib bo'lmaydi-da, mana to'xtagandan keyin molotopga tushadi. O'chirsangiz karvatnikka tushadi. Bu rolcha bo'lib turgandan keyin yezdoy vaqtingizda qimirlatib bo'lmaydi, tiyini bo'lmaydi bunga. Vodvatitel kirmaydi ham, mana shu vodvatelga kirmaydi ham. Belgiyadan emas, Niderlandiyaga o'tdik mana. Okey, tasdiqlab qo'yamiz. Bo'ldi, yana yo'limizni davom etib ketaveramiz. Mashinani o'chirib to'xtatib yotish ham shart emas. Dakansa yo'limizni davom etib ketaveramiz. 204 kilometr ekan mana yuk tushadigan joy. Hozir Germaniyaga ham o'tamiz. O'rtada Gollandiya bor-da. Gollandiyani kesib o'tyapmiz. 15 yoki 20 kilometrdan keyin o'zi Germaniyaga kiramiz. Bugun yuk tushiramiz va yana servisga boramiz. O'zi yukni bugun ortdik. Hozir yukni ortib bu, yana yo'lga chiqyapmiz mana zapravka. Masofa yaqin, ko'rib turganlaringizdek 200 kilometr. 200 kilometrdan keyin yukni tushiramizda servisga boramiz. Shu bilan ishni tugatsak ham bo'ladi. Gollandiyaga ham shahardacha 50 ekan, znakchini ko'rganlaringizdek. 45 minutlik pauzaga to'xtadim. Bitta dam olamizda, keyin yana yo'lga chiqamiz. Parkinglar o'zi deyarli to'la. Parkinglar deyarli to'la. Aylanib bitta mashinani bir qarab ko'ramiz. Bitta to'xtaganda bitta tekshirib aylanib ko'rsak, faralari hammasi joydami? To'xtaganda bitta qarab olish kerak. Mana narvonchasi chiqib ketdi. Hisob qo'yamiz. Tekshirib olish kerak-da, baribir. Abid qilsak, agar hozir Abid Germaniyaga kirib to'xtadim hozir. Abid qilmoqchi bo'lsak, Abid qilamiz mana 45 minutlik pauzaga. O'zini vaqtini mo'ljallab, to'xtab dam olib ketaveramiz. Soat 2 o'zi parkinglar to'lishni boshlagan ekan, joy topolmay parkinglarda foralarda orqasiga to'xtadim. Mana bu ham to'xtagan orqasiga. Birov 45 minutga to'xtagan, birov umuman dam olish uchun to'xtagan, bugungacha tugatgan.
Bizlarda ham vaqtimiz o'zi 45 minutlik pauzamiz chiqdi. Lekin yaxshi parking ekan. Dush, tualet, magazin, McDonald's, yana zapravka, suv, hamma narsasi bor ekan. Dam olish uchun skavenkalar bor, bachalar o'ynaydigan joyi, o'ralgan zona, o'rmon, bir har xil qalang'i-qasangi bir nima deydi, hidlar kelib yotmaydi. Hamma joy musor ham bo'yotgan emas. Ba'zi joy-joyda normaligina bir 200 tachalar sig'adigan parking ekan. Biz yo'lda davom ettiramiz. Agar 45 minutlik pauzamiz chiqqan bo'lsa, hozir ko'ramiz. Pauzamiz chiqqan bo'lsa. Yo bismillah, qani. O mana 15 minut oldin to'xtaganman. Qayerdadir zapravka qildim-ku boya. Zapravkaga 15 minut to'xtaganman. Hozir 30 minut pauza qildim. Ikkalasini qo'shganda 45 minut pauza bo'ldi. Bo'ldi, pauzam chiqdi. Endi harakatlanib ketaversam ham bo'ladi. Mana hozir mashinani tablosida ham ko'rsatadi. Ashga ko'rsatyapti. Fara mana. Farasi svet задний хода неправильно. Faras kuyib debdi, faras qaysidir bo'lsa ham. Orqa stopni kuygan bu shekilli. Mana 45 minutlik pauza chiqdi deyapti. Endi bemalol harakatlanib ketaversak bo'ladi. 30 minut to'g'ri to'xtadim, oldin 15 minut to'xtaganman. Pauzam chiqdi. Endi ketdik. Yuk tushirishgacha 70 kilometr qoldi. Shu bugun tushirishga ulgurar ekanmiz. 1 soat yursak, 1,5 soatda yetib boramiz. Ana mana deguncha yuk tushirishga ham yetib keldik. Поверните направо. Menimcha mana shu yer Delta degan baza edi. Yuk tushiradigan joyimiz. Delta qanasan? Ha, mana. Через 200 метров Germaniyaga yetib keldik. через 600 метров поверните направо, потом поверните налево. Hech qayerga burilmaymiz, jigarim. Mana shu yerga bitta stop qilamiz, ofisga boramiz, hujjatlarni beramiz, qayerga tushishni aytadi keyin bizga. Hoppa, to'xtaymiz. Mana shunday. Uchirgan kevdim, hozir bizga yarim soat qoldi, bularning ish vaqti yopilishiga. Tomorrow dedi, ertaga dedi. Ertaga tushirarkanmiz. Servis ham ertaga qoldi. Shu yerda qolsak bo'larmikan? Zavodda ichiga mumkin emas-da. Tashqarida bironta parkingga to'xtaymiz endi. Biz mana yetib keldikmi? Shu tochkaga yetib kelganimizda hozir mana razgruska ro'lni bosib qo'yamiz. Zakonchitni bosib qo'yamiz. Bo'ldi, shunday turaversin. Ertaga qolganini yuk tushirgandan keyin servisga boramiz. Servis ham bitta necha kilometr edi? 44 kilometrdan keyin servis ekan. Bo'ldi, bugungi ishimiz tugadi akalar. Kecha maksimalni haydagan bo'lsak, bugun mana taxografni qarang. 3 minut bo'ldi to'xtaganimga. Hali 3 soat 30 minut. Yo, yezdov emas bu. Xullas 4 soat 44 minut общий время ham bor. 4 soat 24 minut yezdavoy vaqtim bor. Shu ikkalasini kimdir adashtirib qo'yibdi, kommentariyaga o'quvdim. Bu общий времянgiz. Yuk ortganingiz, tushirganingiz mana bundan ketaveradi. Haydash vaqtingiz mana bu 4 soat 23. Mana o'zi rolchi dam olish kerak deb yozib qo'yibdi. Mana 24 soat ichida bugungi ish vaqtimda 4 soat 24 minut haydashim mumkin. Haydasam, haydamasam 4 soat 43 minut vaqtim bor meni. Shunaqa hisoblanadi. Bu 15 soatdan oshmasi kerak, maksimalni. O'zi asli 13 soatdan oshmasi kerak, lekin menejerlar 15 soat hisoblaydi. Uni ham o'zi qonun qoidalari bor. Juda murakkab narsa. Bilmagan odamga. Shunchaki tushuntirib o'tyapmanki, soddaroq qilib 24 soatlik ish vaqtida mana shu soatlarim bor meni bugungi. Bo'ldi, tugadik. Hozir parkingga boramiz, smenani yopib damni olamiz. Keldim-ku. Lekin parking ham to'lami deb qo'rqaman. Mana shu yerlarga Через 100 sekin метров joylashammikan? поверните направо, потом поверните направо. Kim bunaqa shans bo'lmay qolishi mumkin agar parking to'la bo'lsa. Bir borib ko'ray qani. Parking. Bir borib ko'ray qani parkingga. Ayla bitta joy bor ekan-ku. Abitdan keyin nima qilyapman deb o'ylamiz. Oldlarga ham qaramaygan. Kech bo'lyapti, abitdan keyin joy topish muammoda. Поверните направо и сразу
сразу поверните направо. Germaniyada joy topish muammo. Поверните направо. Потом поверните направо. Avtobuslar joyiga qo'yib qo'yibdi hammasi. Через 100 метров поверните направо. И сразу поверните направо. Jonga tegdi-ku, направо, налево deb bo'liqi. Продолжайте ехать по дороге 10 километров. 4-5 bo'ldimi? Bo'ldi. Parking topish problema o'zi. Bismillah deb kelamiz. Mana o'zi bitta joy bor ekan, lekin bu ref ekanda, g'ar jonga tegadi. Через 200 метров поверните налево. И сразу поверните направо. Bitta aylanayqani yana topilib qolar. Va mana. Bu ham refku. Enasi qoldi. To. Refda oldiga emas. Bitta joy ko'rganday bo'ldim. Hali joy bor ekan, anchagina. Mana senga joy. Oh, nice deydimi? Mana shunday refda oldiga to'xtaymiz. Yangi kelmoqchi bo'lgan yoki ishlayotgan yangi shopir akalarga nima deydi? Ya'ni bilmaganlarga-da eslatma. Mana shunaqa joyga to'xtamangizlar akalar. Bularda joy mana gabaritni yuk tashiydigan mashinalarda joyida bu. Gabaritni deyilamidi? Ha. Shunaqa deyilardi, adashmasam bachchaligimda. Mana, ko'ryapsizlarmi? Agar bularni kontrol bilan olib kelib, orqa oldidan kuzatib olib keladigan polislar bilan kelsa, sizni pauzangizga qarab o'tirmaydi. Agar siz turgan bo'lsangiz, sur bu yerdan deb haydab chiqarib yuboradi. Soat 2 mi, 1 mi, yarim oqshom yuradi bular asosan. Chiqarib yuboradi. Sizga qarab o'tirmaydi. 1 minut qolgan bo'lmaydimi pauzangiz chiqishiga yoki 5 minut qolgan bo'lmaydimi? To'xtab tur, pauzam chiqsin desangiz ham foydasi yo'q. Haydab yuboradi. Chunki bular to'xtash kerak. Bularda joyi. Alohida belgilab qo'yibdi mana o'zim. Ten triflarda o'zi alohida joyi bor mana. Akalar, bugungi ishni ham tugatib oldik. Hozir Germaniyani parkingga kelib, magazinlarda nima bor ekan, qanaqa magazin ekan deb kirgan joyim. Bu yerda Germaniyani ko'p joyda aytganimdek, hojatxona va dushlari platniyda. Boshqa Fransiya yoki boshqa davlatlarda besplatni. Arzimagan 1 yevro turadi, lekin shuning uchun ham u yoqdan parkingdan mana mashinalar, katta mashinalar parking bu tarafda. Bu yerda magazini bu tarafda. Mana McDonald's bor ekan. Yana qanaqadir kofe tayyorlaydigan kofexonasi bor. Ancha yo'ldan yurib kelish kerak-da. Ko'p joyda erinadidagi asli bir chekkaga ketaveradi ko'p shopirlar. Bor narsada. Lekin Fransiyada yo Shvetsiyaga, Norvegiyalarda spesialni yaqin shopirlarga qulayroq bo'lsin deb 3 ta 4 ta точкаga shamol bo'lyapti. 3 ta 4 ta точкаga parkingga yaqin joyga dushni ham, hojatxonani ham besplatni toza qilib qo'yadi. Ayniqsa Norvegiyada juda ko'p ko'rganman. Issiq suv, sovuq suv, ichishga suvlarni alohida olib qo'yadigan. Eski videolarimni ko'rgan bo'lsalaringiz bor, o'sha videolari ham bor. Dush tualetlari. Bu yerda bu parkingda Germaniyada o'rtacha narx 3 yevro, 2,5 yevro dush. Hojatxonasi 1 yevro. Kartanidan to'lab yoki tangidan to'lab bemalol foydalansangiz bo'ladi. Parkinglar to'lishni ham boshladi mana. Parkingning orqa taraflariga ham qo'yishni boshladi. 2 soatdan keyin hech kim joy topa olmay qoladi. To'ladi hamma joy. Ko'p joylarda ko'rib qolaman-da. Litovsk firmada ishlaydi. Balkim bordir, bir izlab ko'raychi deb aylanib kelyapman hozir. Polskiy firmada, Litovskiy, Latviyskiy firmalarda ham ishlaydi-da. Tojikistondan juda ko'p kuzatadi meni. Tojikiston alohida, Abdushiy rahmat, Qirg'iziston, Qozog'iston, ayniqsa Qirg'izistondan ham kollegalar juda ko'p.
ko'p uchrataman qirg'izistonliklarda. Gaplashib qolsak, samimiy, zo'r insonlar. Ayniqsa Qirg'izistonda juda ko'p. Bizning firmada ham qirg'izistonlik akalar juda ko'p. Lekin o'zimizni viloyatlardan eng ko'p kuzatadiganlar vodiy tarafdan ekan. Menimcha shu 70-80% vodiy tarafdan deb o'ylayman. Qo'qon, Namangan, Farg'ona taraflarda juda ko'p kuzatadi. Kommentariyalarda ham faqat vodiy, Instagramda promo efir qilsam ham vodiy taraf addi shu yorib borasizlar lekin. Kattakon rahmat. Kech kelganda aytib qo'yganim yaxshi. O'zbekistonda statistikani o'qiganim uchun aytyapman-da. YouTube'da shunaqangi qayerdan kuzatyapti? Asosiy ko'riladigan joy, prosmotr bo'ladigan joy qayerda? O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston qayer? O'shalarda ko'rganim uchun aytyapman. Har kuni kuzataman, kunlikda. Rossiyadan ham kuzatadi ko'proq. Keyin 80%, 80-85% O'zbekistondan boradi. Lekin o'sha O'zbekistondan ham vodiy tarafdan ko'proq kuzatar ekan. Buni kommentariyadan bilib olish qiyin emas. Qirg'iziston va Tojikiston 1% gina Amerikadan kuzatar ekan. Amerikadan, Yevropadan 2%. 2% Yevropadan hamkasblar kuzatar ekan. Juda qiziq yotmaydi-da Yevropadagi hamkasblar. Har kimga ko'radigan ishimiz-ku. Shu ish jarayonida video olyapti deb kuzatadi, tamom. Lekin 80% O'zbekistondan kuzatyapti. Alohida rahmat aytib qo'ymoqchiman shu kuzatuvchilarga ham. O'rna kelganda aytib qo'yay dedim, xolos. Biz endi damni olamiz. Hali soat 5:30. Ertaga 8 da boyagi zavodda ishlar ekan, yuk tushirishimiz kerak. Undan keyin servisga borishimiz kerak. Ertaga juma. Videoni hozir qo'yib yuborishga harakat qilaman. Bugun qo'yib yuborishga harakat qilaman. Hozir aylanib kelib o'zimizning kollegalar, ya'ni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan akalar topolmadi. Ko'proq ruminiyaliklar, polyaklar, belaruslar ko'proqda. Hozir mashinalarda mana. Bu ruminiyalik. Nargi taraflarda polyaklar juda ko'p. Bu mana bu ikkita qizil polyak ekan. Poliska mashina. Yonimdagini tanimadim. Slovakiyanimi, ikkina nomeri shunaqa. Agar uchratib qolganimda hozir hamma narsam bor edi. Oshqilardikda, gurungni olib, bu yoqdan gaplashardik-da, suhbatlashardik. Odam yolg'iz qolib, o'zi bilan o'zi gaplashadigan bo'lib qolmaydi-da. Sherik bo'lsa, ham suhbat bo'lsa boshqa gap. Fikr almashasiz. Kimda qanaqa jarayon bo'lyapti, shulardan bir surishtirib, ish jarayonlaridan ham tanishib ham olasiz degan maqsadni aytyapman. Mana bu ham polyak. Aka joylashtiryapti shu yerga. Mana o'zi to'lli parking. Shunchalik hurmat qilib kuzatadiganlaringiz uchun ham alohida rahmat akalar. O'zim Samarqanddan, Urgutdan bo'lganim bilan, lekin Samarqand 4-o'rinda turibdi kuzatish bo'yicha. Gap yo'q, lekin Samarqanddan ham Abdushoy o'zimizni zemlyak deb padushkan yoraveradi. Kim qayerdan kuzatyapti akalar? Agar mabodo u majburiy emas, просто tak menga interesni, qiziqda. Agar kommentariyaga yozib yuborsalaringiz, men hamma kommentariyani o'qiyapman. Erinmasdan har bitta videoning tagida kommentariyani o'qiyapman. Eski mana bu 1 oylik, 15 kun oldingi qo'yilgan videolarda kommentariyasi agar yangi yozilgan bo'lsa, o'qilmay qolib ketyapti ular. Men fiziskiy nima deydi? Ulgurish qiyin. Hamma kommentariyaga javob berish, lekin oxirgi qo'ygan videomni 3-4 kunlikligini обязательно o'qib, hammasiga qo'limdan kelgancha javob beryapman. Agar javob berilmagan bo'lsa, men bor uzr sizlardan. Bitta akamiz yozdi menga, senga atvet qaytargandim, yozgandim, bir narsani so'ragandim. Men uchun juda muhim edi. Sen javob bermading deb WhatsAppdan menga голосовой qilib, norozi bo'lib xabar yozibdi. Keyin izlab topdim o'sha kommentariyasini, qaysi videoni ostiga qo'yib yozganini, nima deb yozganini o'qib, javob qaytardim. Oldingi eski 1 oy oldingi videoga qo'ygan ekan, yanvar oyiga qo'yilgan videomni tagiga yozgan ekan. Shunga javob bermagan ekan. Lekin qo'limdan kelgancha hammaga javob beryapman akalar. Kim qayerdan kuzatyapti yozib qo'yinglar. Bitta narsa qiziq bo'lyapti. Yangi yil oldi 2025-yil dekabrda videoni tinimsiz har kun qo'yganman-da. Bir kun ham qoldirmas har kun qo'yganman. YouTube'ga videoni qo'yganman. O'shanda YouTube'dagi statistikani qaraganimda 3% gina ya'ni ayollar kuzatardi. Ayollar akkaunt kuzatardi. 3% gina ayollar kuzatardi. Hozir qarasam mana oradan qancha vaqt o'tdi? Yanvar, fevral, mart. 3 oy o'tdi. 3 oyda ichida 5% ga ko'tarildi. Ayol akkauntdan kuzatadiganlar. Men o'ylaymanki, O'zbekiston serialini yig'ishtirib qo'yib, oilaviy kuzatadiganlar ham bor. Televizorga qo'yib kuzatadiganlar 15% ga chiqdi. 5% edi oldin. Faqat
telefonda ko'rilardi 90%. Hozir 15% ga televizorga chiqib, nima deydi, televizorga ulab, telefonni YouTubedan ko'rayotgan ekan. Men shu narsadan xursandmanki, oilaviy ko'radigan video qilib chiqarayotganimga so'kinmasdan, qo'pol gapirmasdan, birovga foydasi tegadigan, qiziqroq qilib video oladiganimdan shu odamlar meni hurmat qilib kuzatadigan ekan. Sizlarga kattakon rahmat akalar. Boshqacha kontentlar ham qilishga harakat qilaman. Faqat загрузка emas, qiziqarliroq nima deydi, komediyaga boy o'ylab qo'ygan rejalar bor. Kontentni yanada rivojlantiramiz xudo xolasa. Yangi kamera, yangi mikrofon, yangi boshqacha bir nima deydi, texnikalar olishga harakat qilyapmiz. Sekin-sekin hammasi. Kuzatib boring, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, tirs etib obunani bosib qo'ying. Charchamanglar, salomat bo'ling.